Sovet davri edi. Bilasizlar, u paytlarda siyosiy tuzum butunlay boshqacha bo'lgan. Maktabda bir o'qituvchi bor edi, matematika o'qituvchisi. Mavlonov degan. Ismini birov bilmaydi. Hamma domla Mavlonov deb aytishar edi. Judayam aqlli, donishmand, kazo olimlarni, davlat rahbarlarini yetishtirib chiqargan juda sevimli o'qituvchi edi. Kunlardan bir kuni yuqoridan komissiya kelibdi-da, uning darslariga kirib tahlil qilishibdi. Analiz deyilishadi. Darsni ko'rgan komissiya aytarmish: darsni juda yaxshi o'tdingiz, bolalar ham qiziqdi, hamma yoq yaxshi. Lekin darsingizda partiyaviylik bo'lmadi. Matematikada qanaqangi partiyaviylik bo'lishi mumkin? Desa, yo'q, gap qaytarmang. Siz siyosiy tomondan adashdingiz. Shuning uchun sizga hayfsan berishga majburmiz. Endi hayfsan bergandan keyin mukofot pullarini ololmaydi, oyliklari qirqilishi mumkin. Xullas, barcha imtiyozlardan mahrum bo'ladi. Oradan bir yil vaqt o'tgandan so'ng o'sha tekshiruvchi komissiya yana shu maktabga kelibdi. Albatta, yana Mavlonovning darsiga kiribdi. Mavlonov dars o'tarkan bolalarga qarata: aziz bolalar, 5 kara 5 Kompartiya nomidan 25 degan ekan.